alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz a'zolari. Bugun navbatdagi mijozimizga iglovoy kompyuter sborka qilib berganmiz. Qanunda bir qator birgalikda ko'rib chiqamiz nimalardan tashkil topganini. Xo'p, birinchi o'rinda monitorimiz Zifler brendidan 27 dyumli 2K monitor hamda kurvet bo'ladi, 200 Hz bo'ladi gersi. Xo'p, plataga keladigan bo'lsak, BIOS'dan B760 platasini tanladik. Bu DDR5 operatikamiz bo'lsa 5600 shinali 16 GB operatikani tashkil etadi. Platamizga qo'yilgan toshimiz Intel Core i5 12-avlod 12400F prosessorini tanladik hamda doimiy xotira uchun Lexar brendidan 512 GB lik M2 NVMe joyladik. Bu video kartamiz o'yinlarni bemalol o'ynash uchun hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan GeForce RTX 3060 12 GB lik video karta MSI brendidan yangi. Xo'p, hamda toshimizni sovutish uchun S60 pullerini tanladik, 6 ta turbinali. Blok pitaniyaga keladigan bo'lsa, Handkey brendidan 600 wattli blok pitaniya, ancha sifati yaxshi qolgan brendlarga nisbatan. Klaviaturamizni shunaqangi AK104 klaviatura tanladik, oq. Ko'rishingiz mumkin, kompyuterimiz oq hamda qora rangdan tashkil topgan. Mijozimiz shuni xohladilar. Кейslarini Avatage brendidan gaming case RGB kullerlari bor, 3 ta oldida hamda bitta orqada. Shunaqangi keysni tanladilar. Klaviaturamiz ham mexanikalik, aytib o'tganimizdek AK104. Mishkamiz Xtreme firmasidan shunaqangi oppoqqina mishka. Kalonkamiz bo'lsa Kisonli brendidan K500 kalonkasi. Monitorimiz o'sha aytganimizdek 27 dyumli 2K 200 Hz ni tashkil etadi. Endi kompyuterimizni yoqib bir ishlashlarini ham ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin, klaviaturamiz ajoyib. Har bir rangi alohida rangda shunaqangi tovlanib turadi. Buni xohlagancha o'zgartirsangiz bo'ladi. Biroz yaqin kelishingiz mumkin. Monitorimizni pitaniyasini suqqandik, olsa bir yoqib. E'tibor berishingiz mumkin, monitorimizni orqa qismida ham o'zini RGB chiroqlari mavjud. Bu kompyuterimizni orqa ko'rinish qismi biz vaqtincha mijozimizga topshirish uchun shu holatda terdik. Hozir pakovka qilib, dastavka qilib yetkazib beramiz. Monitorimiz mana orqa qismida ham RGB chiroqlari mavjud. Keysimizda ham klaviaturalarimiz ko'rinishi. Ana endi oldi tarafga o'tib yana bir ko'rsatamiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, kompyuterimiz soz holatda. Hozir borib endi mijozimizga topshirib qaytamiz. Ishlashlari hamma yog'i zo'r ishlayapti. Xudo xolasa ko'z tegmasin. Misol uchun YouTube'larga kirib videodagi muzikani ataylab o'chirib qo'ydik va qaytadan ovoz yozyapmiz. Sababi YouTube videomizni bloklashi yoki avtoriskiga jo'natishi mumkin. Sababi xo'p, asosan biz kачествоni ko'rsatib bermoqchimiz. Ko'rishingiz mumkin. 2K da 200 Hz ko'rsatishlari a'lo darajada monitorimiz. Kimga shunaqangi hamyonbop sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol Hilol Tech'ga murojaat qilsangiz, ishingizni tez va sifatli qilib bitirib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting, like bosib, obuna bo'lib qo'ying.